Aptekalar bilan hamkorlikdagi ba'zi doktorlar. Siz vrach emassiz, doktor ham emassiz. Aynan doktorsiz. Sababini o'zingizdan qidiring. Mayli, shart emas. O'zim aytib qo'ya qolay. Xullas, bir bemor keladi, tibbiyotdan umidvor, kasalidan toliqqan, bormagan tabibi qolmagan, oxirgi variantda shu doktor bo'ladi. Hammasidan charchagan-u, lekin baribir yashagisi kelayotgandan odam haligi oq xalatli odamni ko'rib gapirayotgan gapiga oshiq bo'lib tuzalar ekanman-da, shu odam meni tuzatar ekan-da deb qo'lida bir dasta dorilarni ro'yxati bilan o'sha doktor tayinlagan maxsus aptekaga boradi. Dorilar esa kosmik narxlarda, kamiga pulini ham tagi ko'rinib qolgan. Chunki doktorni qabuli ham arzon emas-da. Foyda befoyda preparatlarni yozib bergan doktorini shu savdodan do'lasi borligini bilmagan bemor unga bunga yalinib qarz olib o'sha dorilarni oladi. Ana bo'ldi, endi tuzalib ketaman deganida aksi ta'sir, побочный effekt deyiladi. Bemorning ahvoli yana ham og'irlashadi. Doktor ham zo'r-ku, chala pulcha shosha-pisha tekshirib o'zicha tashxis qo'yib yuborgan. Uni qabuli to'la, oylab navbat kutishadi uni qabuliga. Soati, qabuli pul. U bemorga malham emas. Bemorni soqqasi ba'zi doktorlarga malham.